AQShda katta ichki siyosiy janjal boshlanish arafasida. Epstein hujjatlarining yangi sahifalari internetga tarqaldi. Endi nafaqat AQSh, balki arab mamlakatlaridagi shahzodalar va amirlar, Rossiyadagi siyosiy liderlar hamda aktrisa bo'lishni xohlagan o'zbekistonlik qiz. U 3 million sahifali hujjat, 180 mingdan ortiq fotosurat va 2 mingdan ortiq video tasvirlarni tashkil etadi. Yana 2,5 mingtadan ortiq hujjat esa yashirin qolmoqda. Yangi e'lon qilingan hujjatlarda Donald Trump, Elon Musk, Bill Gates, Leonardo DiCaprio, George Bush, Hillary Clinton, Shahzoda Andrew, Muhammad bin Salmon, John Kerry, Narendra Modi, Zahran Mamdani va shunday yirik elita vakillari orasida aktrisa bo'lishni xohlagan o'zbekistonlik qiz. Epsteinning sirli o'zbekistonlik qiz bilan aloqalari 2012-yilda boshlanadi. AQShda katta ichki siyosiy janjal boshlanish arafasida. Epstein hujjatlarining yangi sahifalari internetga tarqaldi. Endi nafaqat AQSh, balki arab mamlakatlaridagi shahzodalar va amirlar, Rossiyadagi siyosiy liderlar hamda aktrisa bo'lishni xohlagan o'zbekistonlik qiz. Bularning barchasi ancha yillardan buyon yashirinib kelingan Epstein fayllarning yangi talqinidagi hujjatlarda aks etmoqda. Zamonimizning bu galgi tahlil markazida yosh bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik qilgan sobiq AQSh siyosiy vakili, uning mijozi bo'lgan dunyoga taniqli shaxslar va Epsteindan yordam so'ragan samarqandlik qiz. Assalomu alaykum. Biz boshladik. Trump ikkinchi marta AQSh hukumati kelgandan keyin Epsteinga bog'liq materiallar e'lon qilindi. Biroq u hujjatlarda Trump va unga aloqador shaxslarning ismlari keltirilgan barcha hujjatlar yashirildi, videolar uzatilmadi. The New York Times nashrining xabar berishicha, AQSh Adliya vazirligi tomonidan jinsiy jinoyatlari bilan ayblangan Jeffrey Epstein ishi bo'yicha dastlab e'lon qilingan hujjatlarda kamida 16 tasi yo'qolgan. Ular orasida Jeffrey Epstein, Melania Trump va jinoyatchilikning uzoq yillik hamkori bo'lgan Ghislaine Maxwell bilan tushgan fotosurat bo'lgan. Epstein New Yorkdagi hashamatli uyining 3-qavatidagi joylashgan massaj xonasining kamida 12 ta surati ham yo'qolgan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, aynan shu xonada ko'plab jinoyatlar sodir bo'lgan, jumladan nozik qizlar ishtirok etgan jinoyatlar, deya yozadi nashr. Epstein fayllarning yangi to'plamida Trump minglab marotaba tilga olingan va u aks etgan videolar ham tarmoqda tarqala boshlagan. Trumpga qarshi 13 yoshli qizni zo'rlashda ayblovlar mavjud. Jabrlanuvchilarning ko'rsatmalariga ko'ra, u yosh qizlarga tilga olib bo'lmaydigan darajada tajovuz qilgan. Hujjatlar oshkor bo'lgandan keyin Trump bilan turli xil ko'rinishda videolari aks etgan qizlar tasvirdagi o'zlari ekanini tan olishib, video joylay boshladi. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, Epstein bu holatdan xabar topgach, Trump qizning nomusiga tekkandan g'azablangan, biroq FQB bu ayblovlarni tasdiqlamagan deb belgilaydi va da'vo 2016-yilda qaytarib olingan. Qizig'i shundaki, Epstein o'zining shaxsiy yozishmalari Trumpni aqlsiz, stupid deb atagan va sobiq moliya vaziri bilan suhbatda u meni do'stim emas deya ta'kidlagan. Bu hujjatlar Trump uchun ikki uchi o'tkir qilich. Bir tomondan zo'rlash ayblovlari uning obro'siga zarba bersa, ikkinchi tomondan Epsteinning u haqidagi salbiy fikrlari Trumpning pedofillar orolini doimiy a'zosi bo'lmaganini isbotlashda qo'l kelishi mumkin. AQSh Adliya vazirligi jinsiy jinoyatlar uchun sudlangan va qamoqda vafot etgan Jeffrey Epstein ishi bo'yicha yangi hujjatlarni e'lon qildi. U 3 million sahifali hujjat, 180 mingdan ortiq fotosurat va 2 mingdan ortiq video tasvirlarni tashkil etadi. Yana 2,5 mingtadan ortiq hujjat esa yashirin qolmoqda. Bir nechta xabarlarda Epstein go'yoki boy mehmonlarga bolalarni kimoshdi savdosi uchun yetkazib bergan Mar-a-Lago qarorgohida kalendar qiz ziyofati haqidagi so'z bor edi. Ko'plab xalqaro saytlar AQSh hukumati yaqin soatlarda jamoatchilik fikrini Epstein fayllardan chalg'itish uchun boshqa mavzuga, masalan AQShning Eronga qarshi harbiy operatsiyaga qaratadi deb taxmin qilishmoqda. Ushbu hujjatlar shunchaki mishmishlar to'plami emas, balki FQB tomonidan o'nlab yillar davomida yig'ilgan tergov materiallari, yozishmalar va guvohlar ko'rsatmalaridir. Yangi e'lon qilingan hujjatlarda Donald Trump, Elon Musk, Bill Gates, Leonardo DiCaprio, George Bush, Hillary Clinton, Shahzoda Andrew, Muhammad bin Salmon, John Kerry, Narendra Modi, Zahran Mamdani va shunday yirik elita vakillari orasida aktrisa bo'lishni xohlagan o'zbekistonlik qiz. Bu ro'yxat shunchaki bir kichik ismlar xolos, ammo
AQSh va dunyo siyosiy elitasida bunday ro'yxatda aks etgan ismlar millionlarni tashkil qiladi. Epsteynning sirli o'zbekistonlik qiz bilan aloqalari 2012-yilda boshlanadi. Qiz o'sha yilning 8-mart kuni milliarderga elektron pochta orqali xat yuborib, o'z holatini hikoya qiladi. Shuningdek, Qo'shma Shtatlarga borgan yoki borish harakatida bo'lgan sabab universitetdan chetlatilgani, ammo tahsil olishda davom etish uchun oliygoh topgani haqida yozadi. O'zbekistonlik qiz yozishmalarida Malayziyaga o'zbeklar uchun viza talabi yo'qligi uni xursand qilgani, bu qaror og'ir sharoitlardan chiqish yo'li bo'lganini aytadi. U Malayziyada yashash xarajatlarini qoplash uchun pul topish kerakligi, Nyu-Yorkdagi do'sti modellik sohasiga kirishga yordam bermoqchi ekanini bildirdi. Garchi modellik yoqtirmasligini ta'kidlasa-da, buni yaxshiroq hayotga erishishning yagona yo'li sifatida ko'radi. Uning asosiy maqsadi modellik orqali Amerika Qo'shma Shtatlarida ishchi vizasini olish va oldingi viza bilan bog'liq muammoni bartaraf etish edi. Qiz maktublarida o'sha yillarda o'zbekistonliklar uchun xorijga chiqish va ayniqsa Amerika Qo'shma Shtatlari, Shengen hududi va Birlashgan Arab Amirliklari vizalarini qanchalik qiyin bo'lganini batafsil bayon qiladi. Yosh va yolg'iz ayollarga vizalar ko'pincha sababsiz rad etilganini yozadi. Oradan 5 oy o'tgach u Epsteynga yana murojaat qilib, oilaviy va ijtimoiy bosimlardan charchaganini, yangi hayotga boshlash uchun yordam so'raydi. Pul yo'qligi sabab oldingi siljiy olmayotgani, Malayziyada ishlash imkoniyati bo'lmaganini aytadi. U yordam evaziga Epsteyn uchun qo'ldan kelgan hamma narsani qilishga tayyor ekanini yozadi. Qiz tushlarni davolatish, Parijga borish va u bilan yana uchrashish istagini bildiradi. Keyingi xatlarda u tish davolatish uchun $5600 kerakligi, O'zbekistonga qisqa muddatga borib, so'ng Parijga kirish rejalashtirilayotganini ma'lum qiladi. O'sha yili sentyabr oyida yuborilgan xatda muolajalarni paxta terimi boshlanishidan oldin tugatish zarurligini ta'kidladi. Bu esa qizning o'sha paytda O'zbekistonda bo'lganidan dalolat beradi. 2014-yil 8-aprelda qizning O'zbekiston Tashqi iqtisodiy faoliyati milliy banki hisobiga $5400 miqdorida pul o'tkazmasi kelib tushadi. Mablag' Epsteynning biznes advokati Darren Indika orqali yuborilgan. Pul Parijdagi New York Film Akademiyasida kurslari va yashash xarajatlari uchun mo'ljallangan edi. Keyinchalik Epsteyn qizning avia chiptalarini ham to'lab beradi. Qiz Parijga boradi va u yerda qolish yo'llarini izlay boshlaydi. Talaba vizasi muddati tugagach, u modellik agentlariga murojaat qiladi, biroq u rad javobini oladi. U maktublarda o'zini umidsiz his qilayotgani, biroq taslim bo'lishni istamasligini yozadi. Natijada Parijda qolish rejasi amalga oshmaydi va 2014-yilning avgust oyida u Parij, Sankt-Peterburg, Toshkent orqali O'zbekistonga qaytadi. Shunga qaramay xorijda yashash istagi saqlab qoladi va u yana ta'lim orqali chetda qolish imkoniyatlarini ko'rib chiqadi. Fransiya va Amerika variantlari muhokama qilinadi, biroq moliyaviy va viza bilan bog'liq muammolar asosiy to'siq bo'lib qoladi. Yozishmalarda Epsteyn va qiz o'rtasidagi munosabatlar mohiyati va Epsteyn bu moddiy yordam evaziga nimani kutganini aniq ochiqlamaydi. Shu sabab bu aloqa va uning asl maqsadlari hanuz ochiq savol bo'lib qolmoqda. Ammo bolalar jinsiy ekspluatatsiyasida ayblangan milliarderning O'zbekiston fuqarolari bilan qanday aloqa o'rnatgani va bu aloqaning asl mohiyati hali uzoq vaqt bahs markazida bo'lishi aniq. Keling, endi kech bo'lsa ham Epsteyn haqida ma'lumot beray. Jeffrey Epsteyn Amerika Qo'shma Shtatlarida tug'ilgan va o'zini moliyachi hamda investor sifatida tanitgan. Uning faoliyati dastlab xususiy moliyaviy maslahatchilik bo'lgan, biroq u hech qachon ochiq faoliyat yuritadigan yirik moliyaviy kompaniyani boshqarmagan. Uning investitsiya fondlari, mijozlari va daromad manbalari to'liq hujjatlashtirilmagan. Shunga qaramay Epsteyn juda katta moliyaviy imkoniyatlarga ega bo'lgan. U New York, Florida, New Mexico shtatlarida hashamatli ko'chmas mulklarga egalik qilgan. Bundan tashqari Karib dengizida joylashgan yopiq orolni sotib olgan. Bu darajadagi boylik rasmiy faoliyat bilan izohlanmagan va aynan shu holat jurnalistlar tomonidan eng ko'p savol ostiga olingan jihatlardan biri bo'lib qolmoqda. Sud hujjatlari va jabrlanuvchilarning ko'rsatmalariga ko'ra Epsteyn voyaga yetmagan qizlarni tizimli ravishda yollagan. U buni pul, sovg'alar, psixologik bosim va va'dalar orqali amalga oshirilgan. Jabrlanuvchilar yopiq hududlarga olib borilgan va u yerda nufuzli mehmonlar bilan uchrashishga majbur qilingan. Bu jarayon tasodif emas, balki oldindan rejalashtirilgan va uzoq muddat davom etgan tizim bo'lgan. Transport, yashash joylari va aloqa kanallari bitta markazdan boshqarilgan.
Bu holat Epsteinning yolg'iz harakat qilmaganini, balki muayyan tarmoqning markazida bo'lganini ko'rsatadi. Jeffrey Epstein 2019-yilda Nyu-York shahridagi federal qamoqxonadan o'lik holda topilgan. Rasmiy xulosaga ko'ra, u o'z joniga qasd qilgan, biroq kameralar ishlamagani, nazorat xodimlari vazifasini bajarmagani va Epstein avvalroq maxsus kuzatuv ostida bo'lgani bu xulosani jiddiy shubhalar uyg'otgan. Uning o'limi ishning eng muhim bosqichi va asosiy shaxsning sukutga kelishi bilan yakunlangan. Natijada ko'plab savollar hali ham javobsiz qolgan. Xo'sh, siz nima deb o'ylaysiz? Yuqorida ismi keltirilgan shaxslar Jeffrey Epsteinning jinoiy ishlarida sherikmi? Ular ham javobgarlikka tortilishi kerakmi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va yanada qiziqarli tahlillardan voqif bo'lish uchun Zamon.uz'ni kuzatishda davom eting.